Yağmanni hammamiz yoqtirib yeymiz-ku, lekin mogo go'shtni manandek besib silib ochiq chuchuk, qo'rimchoq qo'rib yeysanglarmi, tam tilinglar qag'idek o'zgacha bek yeyishlik bo'ldi. Kunda lag'ma yeb serikkan kunlari eshib qolgan cheese xamirlaringlardan manandek qo'rimchoq qo'rib o'ydiklaringlarni oldi qo'yib turadigan bo'lsanglar talishib turib yeb ketmisman men. Ammo buni qanday qo'raymizki, oxirigacha ko'rib birlik deganamdi. Oldi bilan qo'y go'shti yoki kal go'shtini biz shilib to'g'rab, qo'rg'anni tamlik pishish uchun azroq shingchoq, qarmosh, sumaylardan berib yaxshi aralashtirib go'shtni tamlantirib olamiz. Undan keyin ehtiyojimiz qarta manandek yumloq mogo yoki odatdagi mogodan tayyorlab, buni to'g'rab tayyor qilib olamiz. So'manning ranglikroq chiqish uchun qizil yeshil lazlardan muvofiq to'g'rab, bulardan boshqa azroq bosh piyoz, samsoqlardan to'g'rab tayyor qilib olamiz. Keyingi bosqichda cho'pni pishirib olamiz. Cheese xamirni kaltaroq qilib uzib taxtiga ilib qo'limiz bilan besib yaplaqlab olgandan keyin tatib turib nepiziltib qaynagan qozonga silib 3-4 minut qaynatib pishgandan keyin suzib elib sovuq suvda 1-2 qatim pakiz chayqab, suyni pakiz sayqitib aralashtirishga aptik bo'lgan cho'ngroq tasqa silib olamiz. Qo'rg'an cho'pning rangidan chiroyli chiqish uchun azroq janyo berib yaxshi aralashtirib cho'pni ranglantirib olamiz. Undan keyin qo'rish bosqichiga o'tib ketamiz. Qozonni qizitib azroq may qo'yib, may qizigandan keyin oldi bilan go'shtni silib, go'sht qizargach yaxshi aralashtirib qo'rib olamiz. Undan keyin bosh piyozni silib, mizlik bir qichiq qo'raymiz. Arqadan so'minimizning ta'mining yeyishlik, rangidan chiroyli ochiq chuchukroq chiqish uchun cho'ngstamning bo'cho'cho'men tetqisdan bir bo'loq yoki yarim bo'loq atrofida silib, bir qo'shiq qizilmich qiyam bilan qizil may chiqish yaxshi aralashtirib qo'rib olamiz. Undan keyin mogoni silib, mogoning o'zining suvi chiqib yumshig'icha 3-4 minut ravrs qo'rib olgandan keyin mopiq miqdorda qaynoq suv quyib, tun o'tiq tanshab 3-4 minut qaynatib, qo'rimning suyini yaxshi pishirib olamiz. Oxirida tuz ta'min tanshab, qizil yeshil laza, samsoq pishirib elib olgan cho'plarni bir vaqt qozonga silib, cho'pning rangi o'zgarib, lazi yumshig'icha 1-2 minut qo'rib o'tgandan keyin taqsiga olsak tayyor bo'ldi. Ma rangidan chiroyli chiqib ketganini demayli qo'yay, ta'miga gap ketmaydi. Sizlar chuqum qo'rib bir sinab yiqinglar, ign oldinglarmi? Narsalarni tatib qoldi-yu, lekin nima ishni bilmay qolgan vaqtlarimiz bo'ldi-ku do'stlar. Shu vaqtda manandek ochiq qanot qo'rib yanglar, ajoyib buxadan chiqsizlar. Ta'mning payzlikin demayli qo'yay, tayyorlash usulim shunchalik oddiy. Mushundek o'xshitib bir taqs qo'rib, kino ko'rib, paranglashqa yeydigan bo'lsanglar, ochiq xumaringlardan ajoyib chiqsizlar. Ammo buni qanday qo'raymizki, oxirigacha ko'rib birlik deganamdi. Oldi bilan ehtiyojimiz qarta to'g'ri qanti tayyorlab, buni pakiz yuvib tozalab olgandan keyin qo'rg'anda ta'mning qatqitig'i yaxshi singishib kirish uchun ishkili yuziga ko'rsatilgandek pichoq urib tayyorlab olamiz. Qo'shimcha materiallardan lapiza, so'ng piyoz, zanjivil, samsoqdan ko'proq tayyorlab olamiz. Ta'min tanshashga ketarlik dori-darmoklarni ekranga tafsili yozib qo'ydim. Shu bo'yicha tayyor qilsanglar bo'ldi. Qanotdagi g'ayri puroq, g'ayri ta'mni yo'qotib uchun sovuq suvga silib, azroq zanjivil, limon suvi berib o'tgandan keyin buni qaynatib, ko'pikchilarini beshida qarab turib pakiz elib o'tgandan keyin qaynaqashgacha 6-7 minut qaynatib, suzib elib tayyorlab olamiz. 100 nomerning darchin, longyanchi tarkibida seriq navat bor, do'stlar. Azroq tatliq chiqadi. Xuddi uyda damlagan navat choydek intayin ichishlik. Men o'xshash qisqa teatr ko'rishni yaxshi ko'rgan do'stlarimga Boran degan mau appni alohida tavsiya qilaman. Hozir qo'li bo'layotgan har qanday qisqa teatrni mushu appdan tepib ko'ra olasizlar. Buni telefoningizning appdital bozoriga piyinchi Boran deb besib tushirib olsanglar ham bo'ldi, ha? Endi qo'rimiz qaytib kelsa, qozonga mopiq may qo'yib, bir qo'shiq shakar silib aralashtirib ko'pik chiqqandan keyin qanotni silib tezlik bilan aralashtirib rangi o'zgargich qo'rib olamiz. Undan keyin yeshil qizil kavovichinlarni silib o'tirhal o'tda kavovichinning ta'mi qanotning qatqitig'i singishib kirguncha 3-4 minut savirchanlik bilan qo'rib olamiz. Arqadan lapiza, so'ng piyoz, zanjivil, azroq samsoqlarni bir vaqt silib, ta'min tashlash uchun lavcho, shingcho, lazji tetqisi, azroq tuzlarni bir vaqt silib, yana ham o'tirhal o'tda 5-6 minut atrofida lapiz to'mingalatgacha qo'rib olib, oxirida kunjut, samsoqlarni bir vaqt silib, yana 1 minut qo'rib o'tgandan keyin taqsiga olsak tayyor bo'ldi. Dori-darmoklarning ta'mi qanotning qatqitig'i singishib kirib, ajoyib yeyishlik pishib ketibdi. O'rganib oldinglarmi? Baş bilan qo'rimsi birli qozondan chiqadigan saypolo, ya'ni singdirma qilish usulini olib keldim. Hozirmi esimda turibdi, buni biz kichik vaqtlarda mo'millarimiz bektul etib berdigan. Rostga qilsam, buni menga yeb baqmaqil pek uzun yillar bo'lib ketibdi. Tunigun o'tirib tuyuqsiz esimga kelib qolib, mushuni bir etib baqmaymanmi deb atkash etish usulini sizlarga baharlab olib keldim. Buni ko'ktatlarga muqim o'lcham yo'q. Uyda qanday ko'ktat bo'lsa shundan tayyor qilib olsak bo'ldi. Undan boshqa mopiq miqdordagi go'shtni suvga chilab yumshatib tayyorlab olamiz. Arqadan qozonni isib, odat say qo'rg'andan sal ko'proq may qo'yib, may qizigandan keyin oldi bilan go'shtni silib, go'sht qizarg'ich qo'raymiz. Undan keyin so'ng piyozni silib, mizlik bir qichiq qo'raymiz. Undan keyin sho'xlining yaxshi ezilib ketish uchun may g'ilam silib, tamoqimizning rangidan chiroyli, ta'mining texim yeyishlik bo'lish uchun cho'ng ustamning pamda
tandır qiyamidimi cho'ng bir qo'shiq selib atgandan keyin shu xil ezilgicha yaxshi aralashtirib qo'rib olamiz. Undan keyin boshqa sekuktatlarimizni selib olamiz. Men bugun baranga, basay, azroq ko'kburchaq ishlatdim. Sekuktatlarimiz yumshag'icha 1-2 minut qo'rib atgandan keyin gurish bilan o'xshash nisbatda suv qo'yib tuz ta'mini tangshib olgandan keyin gurishni ustiga selib olamiz. Orqadan o'tni to'varak tangshib etib, mush gurish qo'rimning suyini o'ziga butunlay sumirib bo'g'ich biroq aralashtirib atgandan keyin ustini tuzlab, tovoqni tuvan o'tda 25 minutdan 30 minut atrofida dimlab pishirib olsanglar alam tayyor bo'ldi. Mana vaqtim to'shib sayp bo'lib pishib tayyor bo'libdi. Endi buning rangini chiroyli chiqarish uchun qizil yeshil lazni oxirida selib, lazni yumshag'icha yana 1-2 minut dimlab atgandan keyin dasturxon qo'ysak tayyor bo'ldi. Ismi jismiga loyiq shunchalik singishlik bir tamoq bo'ldi. Sizlar cho'qim bir sinab yaqinlab o'rganib oldinglarmi? Odatda to'g'non mayda go'shtini qo'rim qo'rsak, qurg'oq ham qattiq ham bir xil ta'mi yo'q bo'lib qoldi-ku do'stlar. Bundan keyin to'g'non mayda go'shtni qo'riyma deb avar bo'lib yemay, manandek limon tamlik ochiq chuchuk ishtihani ochadigan sovuq aralashma qilib berganlar rost teptikan deysizlar, ta'm ajoyib payz bo'ldi. Buni o'riqlayotgan qizlarmi xotirjam yeysanlar bo'ldi. Tayyorlash usulim shunchalik oddiy, qaynamsamiz birlikda o'rganaylik. Oldi bilan ehtiyojimiz qarta to'g'non mayda go'shtini tayyorlab, pokiz yuvayotgandan keyin sovuq silib qaynatamiz. Qaynagandan keyin ko'pikchilarning beshida qarab turib pokiz elib etib, azroq zanjabil, kavavichin, tuz, shimcholardan berib, tovoqni butun o'tiq tanshab 25 minutlar atrofida qaynatib pishiramiz. Bu araliqda ketarlik qo'shimcha materiallardan limon, qizil laza, bosh piyoz, osh ko'kini ko'rsatilgandek to'g'rab tayyorlaymiz. Limondan ko'proq tayyorlab olamiz. Ha, rost do'stlar, mening yaqin do'stim shopirlik maktabida terner. Agar mushtandek mijaz yaxshi o'ngluq ayol ternerlardan tirab olsam bo'ldi degan do'stlar, mush do'stimning nomerini inkas rayoniga ad qilib qo'ymay, cho'ng kichik mashinalarning pravisi to'g'riliq masala so'rasanglar bo'ldi-jimi. Vaqt to'shib go'shtni pishib tayyor bo'libdi. Buni suzib elib sovutish uchun qo'yib qo'yib, bu araliqda buning shirnisini tayyor qilib olamiz. Bir qachiga chana olgan samsaq, shamijo, azroq kunjut, uvoqlazlardan berib, ustiga qiziq maydon qo'yib dag'lab, mizlik purqin chiqarib olamiz. Ta'min tangshash uchun ochiq suvdan ko'parak liangbanji, azroq kavavichin meyi, tuz, shakar, azroq vejin, limon suylardan berib yaxshi aralashtirib lam shirnini tayyor qilib olamiz. Vejinni yaxshi ko'msanglar, samsanglar bo'laverdi ha. To'g'ri go'shtni butunlay sovutib olgandan keyin ko'rsatilgandek inchik sir qilib qo'limiz bilan tutib tayyorlab olamiz. Undan keyin to'g'rab tayyor qilib olgan materiallarni go'shtning ustiga silib olamiz. Oxirida tayyor qilib olgan shirnini ustiga to'kib yaxshi bir aralashtirib lam taqsiga olsak tayyor bo'ldi. Ta'mi chuchmal yegan sir yeganlarni keltirib ajoyib ishtihani ichib berdi. Buni qo'rg'an tomoqlarni yeb zerikkan kunlari mushni cho'qim tayyorlab berganlar, ta'm bek payzi bo'ldi. O'rganib oldinglarmi? O'ylashi mumkin, qo'rim cho'pni kim qo'riyamaydi deb. To'g'ri, qo'rim cho'pni hamma odam qo'riyalaydi, lekin hamma odamning ta'mimi har xil chiqadi-ku. Bugun ham men sizlarga mening usulim bo'yicha o'xshagan qo'rim cho'p qo'rish usulini ham baharlab elib keldim. Xamirni yo'g'rishdan qo'rimsini qo'rishchi bo'lgan tafsiliy mazmunni elib keldim. Qiynamsamiz birlikda o'rganaylik. Unga azroq tuz, suv berib, etini chingroq qilib, yuzi paqroq holatga yaxshi ishlab xamir yo'g'irib olgandan keyin tindirmayli taxtiga ilib ko'rsatilgandek cho'ng kichikligini o'xshash qilib bo'laklarga bo'lib kesib olamiz. Undan keyin qo'limizning alqini bilan besib yaplaqlab olgandan keyin no'g'ish bilan qilinni bizliqini normal qilib shumlaq qilib echib olamiz. Undan keyin taxsining tegini maylab, har bir parcha xamirni yaxshi bir maylavatgandan keyin taxsiga silib 20 minutdan 30 minut atrofida tindirish uchun qo'yib qo'yamiz. Ketarlik sekuktatlarni ekranga tafsiliy yozib qo'ydim. Ko'rsatilgandek to'g'rab tayyorlab olsanglar bo'ldi. Ko'ksayni ko'proq tayyorlaymiz. Go'shtning qo'rg'anda texim yumshoq ham tamlik pishish uchun azroq lavjo, shuncho, kavavichin, ahmush, sumaylardan berib yaxshi aralashtirib go'shtni tamlantirib olamiz. Mizan shirkatining yangidan ishlab bozorga solgan 100% sap kokus suyi, tarkibi faqat kokus suyli ba, shakar, chirtisini saqlag'uvchi yoki shangjin qatorliqlarni qo'shmay turib ishlagan. Tindirib olgan xamirni taxtiga ilib ko'rsatilgandek injigroq qilib kesib olamiz. Undan keyin tatib turib qozonga silib pishirib olamiz. Pishgandan keyin suzib ilib sovuq suvda 1-2 qatim pokiz chayqab etamiz. Undan keyin qo'rg'anni cho'pning rangining texmi chiroyli chiqish uchun azroq lavjo berib aralashtirib cho'pni ranglantirib olamiz. Do'stlar, sizlar Mizan markasini qaysi mahsulotdan tungantinglar, inkas rayoniga bir qoldirib qo'yinglar. Qaysinglarning inkasiga tushgan yurak soni ko'p bo'lsa, shuningga bir ish kokus suyi sovg'at qilaman. Qozonni nesib mopiq may qo'yib, may qizgandan keyin oldi bilan go'shtni silib, go'sht qizargach qo'raymiz. Undan keyin so'ng piyoz, samsaq, lapizlarni silib, mizlik purqi chiqich qo'raymiz. Orqadan sho'xilni silib, tetig'dek tuz berib atgandan keyin bir qo'shiq qizil much qiyomi, 2 qo'shiq atrofiga janyo berib, sho'xil izilgicha yaxshi aralashtirib qo'raymiz. Undan keyin bir piyol atrofida qaynoq suv qo'yib, tuvan o'tiqdan shab 5-6 minut qaynatib, qo'rimning suyini pishirib olamiz. Undan keyin bosh piyoz bilan ko'ksayni silib, bir qo'rib pishirib olamiz. Undan keyin pishirib elib olgan cho'pni silib, azroq kavavichin mey berib atgandan keyin kavavichin meyning mizlik purqi chiqishi 1-2 minut qo'rib etib lam taxsiga olsak tayyor bo'ldi. Mani cho'qim qo'rib berganlar, ta'm tilinglarda qolmasman men. O'rganib oldinglarmi?